Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari, Chinoz baliq bozori kanalining ashaddiy va qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 15-sentyabr haftani dushanba kuni. Biz bugun Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz baliq bozoriga yetib keldik. Biz xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha har kuni baliq narxlarini tanishtirib boryapmiz, narx-navosi bilan. Bundan e'tiroz bo'lsa uzr so'raymiz, kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz, kommentariyga yozib qoldirasizlar. Akalar, baliq narxlarini real narx tanishtiramiz qo'ldan kelgancha. Baliq oladigan aka-ukalarimizga Zangiota, Yangiyo'l, ertaga aylanamiz xudo xolasa baliq sotamiz o'zimiz. Oladigan aka-ukalarimiz telefon raqam qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Zangiota Chinoz tumani, Zangiota tumani, Yangiyo'l tumani baliq yetirishga olib borib berishga harakat qilamiz. O'sha ko'rgan narxlarga xudo xolasa ozgina narx qo'yiladi, dastlabki qilinadi. Baliq bozorida aka-ukalar baliq sotiladi, so'ramanglar baliq sotiladimi, baliq qancha narx-navoni ko'ringlar, iltimos oxirigacha o'zingizlar fikrlar qoldiringlar. Baliqlar real narx tanishamiz, ketdik boshladik. Baliq bozori boshlangan akalar, mana baliq bozori bo'lyapti. Soat abitanga 4:30, 4larda boshlanyapti. Soat 8, 8:10, 9da tugayapti akalar, baliq bozori bo'lyapti hozir. Boshlangan. Ketdik kiramiz ichkariga. Akalarim qiziqqan Tasolo baliq bozori 10 qo'l kirganida turibdi va sveji bugun keltirilgan. Aka necha kilo kerak bu? 23 ming so'm kilosi bugundan. Bular 2 mi, 1,5 mi? Yo'q, 1.3, 1.4 atrofida baliqlarimiz. Tasolo balig'i mana ko'ringlar, tirik mana qimirlab turibdi akalar mana. Xudo xolasa 23 ming o'ptin narxi bugundan. Ko'proq olsa tushgan joyi bormi? 100 kilo, 200 kilo olganga. Tushgan narxda taqalgani 23 ming so'm. Mana akalar qiziqqanlar olaman aka-ukalarimizga Tasolo balig'i kelaversa, svejisi kelgan. Keyin charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling mana. Rekononi ham o'qib qo'ying mana bular. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormanglar. Akalar, sazan balig'iga yetib keldik. Xudo yog'li yoqsiz. Yoqsiz baliq. Necha kilolik bular? Qo'rg'onchalik baliq. 2,5 kilolik. 2,5 kilo sazan baliqlari Chinoz baliq bozorida. Xudo xolasa narx-navo qanaqa bo'lyapti? 55 ming so'm. Akalar mana 55 ming so'm sazan balig'i narxlari. Mana bu kichik sazanlarchi? 800-900 grammlik narx-navosi 35 ming so'm. Mana 35 mingga ham sazan bor. Yirikroqi xudo xolasa 55 ming so'm, kami bor bularni ko'proq. Qaraslar qancha bo'lyapti keyin? Xudo xolasa qancha narxi? 8 ming so'mdan. Demak, xudo xolasa narxlari 8 ming so'mdan. Bular 400-500 grammlikmi? 400-500 gram atrofida karas baliqlari. Kerak charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling kerak. Assalomu alaykum, hormanglar. Sazan balig'i yeyman aka-ukalarimizga sazanni xudo xolasa bular 8-9 mi kerak? 8-9lari keldi. Qayerdagi ko'llikimi? Kerak, qayer ko'llika? Qayerdan kelgan? Vodiydan olib kelishgan. Yog'li, yoqsiz. Yog'liroq. To'g'ri, hali yog'i bor. Mana tirik baliqlar ola qarang. Sveji tirik baliqlar. Yog'lari o'rtacha, to'g'rimi shunda? O'rtacha. Demak, yeyman deganlarga eng me'yori degan baliqlar. Narxi qanaqa narxlari? Keyin narxlari 35 ming kami bormi? Kami bor. Ko'proq olganga kamroq kelgan joylari bor. Bu yerda bir 100 kilocha bor, bir 100 kilo yaqin. Mana ko'ringlar, baliq yeyman akalarimiz zo'rlari baliq bozoriga kelgan. Xudo xolasa. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin. Bu yerda sazan baliqlari bor, xudo xolasa yeydigan baliq yeyman akamizda yog'li yoqsiz. Yog' o'rtacha. Sazan baliq yeyman akalarimizga yog' o'rtachasi demak yeyman degan mazza baliq shu bo'ladi. Narx-navosi 33 ming so'm, to'g'rimi? Mana ko'ring, jabrani ko'rib oldik. Kelgan odamlar jabraga qaranglar, jabrasi sveji bo'lsa, xudo balig'imiz sveji bo'ladi. Qiynalsanglar o'zi kelib telefon qilinglar, topib beramiz. Ranglari ham o'zi gapirib turadi. Baliqni rangini qarab baho beraverasiz. Gap yo'q. 33 ming so'mdan sazan baliqlari. Qayerdagi bu? Guliston, Sirdaryo viloyati Guliston shaharidan. Sazan balig'i yeyman akalarimiz kelaveringlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdoyingiz bersin.